Podkastimiz oddiy emas, chunki o'quv markazimizda 60 ga yaqin A va A+ darajali litsey Va bittasi hamma matematiklarni qiynaydi menimcha. Qorako'lgacha yonman shu matematika topshirgunimcha to'g'risi. o'quvchilar yoki shu abituriyentlar qaysi mavzularda ko'p qiynaladi? O'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun aynan test kitoblar yordam beradi. Ustozni aytgan yo'lidan chiqmaslik kerak to'g'risi. O'z boshimchalik qilish kerak emas. Kasrdan o'tganimizda bo'linish tushunmagan emas. Siz qarasam, raqamli harfga aylanib ketadi. Assalomu alaykum. Bugun podkastimiz oddiy emas, chunki o'quv markazimizda 60 ga yaqin A va A+ darajali sertifikatlar, ya'ni matematika fanidan milliy sertifikat, 150 dan oshiq B va B+ sertifikatlar, 400 ga yaqin C va C+ natijalar qayd etilgan. Bu esa shuni anglatadiki, ya'ni Qorako'l Ziyo o'quv markazida matematika fanidan natija qilyapti. Bugun shu bo'yicha, ya'ni milliy sertifikat matematika fanidan A darajani olgan o'quvchimiz va ustozimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugungi podkastda shu milliy sertifikat nima va o'zi nima uchun kerak, shu mavzularda to'liq gaplashamiz. Shahnoza, o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib bera olasizmi? Men Shahnoza, yoshim 17 da. Hozirda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya akademik litseyining iqtisodiyot, ya'ni aniq fanlar yo'nalishining ikkinchi bosqich talabasiman. Oldin matematikaga munosabatingiz qanaqa bo'lgan? Oldin 1-2 yildagi o'zimga qarasam, ya'ni Shahnozaga qarasam, matematika bilan umuman chiqishib qolganman to'g'risi. Matematikani yomon ko'rganman deb ayta olmayman, lekin bilimimning yetarli emasligi meni qiziqarli misollar yechishimni oldini oladida, to'sqinlik qilardi. Lekin hozir unaqa emas, ammo oldin umuman teskari vaziyat bo'lgan. Qorako'l Ziyo o'quv markazi haqida shu qayoqdan eshitib kelgansiz? To'g'risini aytsam, oldin Qorako'l Ziyoga kelishimdan oldin o'quv markaziga borib yurganman, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra uni o'zgartirishimga to'g'ri kelgan va aynan Qorako'l Ziyo o'quv markazini Instagram platformasi orqali topganman va birinchi Shahriston filialiga borganman. Ular menga test berishgan, ishlaganman. Keyin so'rashgan, o'zi qanaqa daraja kerak sizga deb. Shunda qaraganmanda A yoki A+ kerak deganman. Ular ham aytishgan, bizda ham yaxshi ustozlar mavjud deyishgan, lekin men Shahriston filiali uyimga biroz uzoqlik qilgan to'g'risi. Shuning uchun boshqa filial haqida ma'lumot so'raganman. Shunda aytishganki, Chorsu filialimizda juda ham ko'p yaxshi ustozlar bor va aynan Baxtiyor ustozdan chiqqan. Baxtiyor ustoz yutuqli natijalarga ega ustoz, o'quvchilari har doim yaxshi natija ko'rsatadi, shularga borsangiz bo'ladi deyishgan. Keyin oradan bir hafta o'tgan, men oyim bilan borganman. Administratsiyaga bu safar milliy sertifikat matematika kerak deb emas, Baxtiyor ustozni kurslari kerak menga deb borganman. Keyin ular aytishganki, bu ustoz juda ham qattiqqo'l, guruhi juda ham kuchli. Sizni, ya'ni darajasi juda ham baland, ham o'quvchilarni saralab oladi. Hamma o'quvchilarni olavermaydi gruppasiga deb qo'rqitishgan. Keyin men o'sha bir haftaning ichida butun kelajagimni, ya'ni A+ olganimni, A darajasi olganimni shu ustoz bilan tasavvur qilgan holatimda yuragim birdan shuvlab bo'ldi. Endi o'tolmasam kerak, chunki men o'zimga ishonmaganman-da. O'tolmasam kerak, boshqa ustoz topishimga har xil fikrlar o'tiraverdi. Keyin test berishgan. Testdan aniq eslayman, 3 ta xato qilgandim. Matematikani to'liq tugatmaganman-ku. Ikkitasi o'tilmagan mavzudan edi va yecholmaganman va bittasi hamma matematiklarni qiynaydi menimcha. Model juda ham qiyin mavzu bo'lganligi uchun xato qilib qo'yganman. Keyin ustoz chaqirib ketishgan, ustoz savol berganlar o'zlari, yecholmaganman afsuski. Bo'ldi. Hammasi tugatib o'tirganimda shunaqa qilganlar-da, ustoz menga har kuni kelasan, ertalabdan kechgacha shug'ullanaman sen bilan deganlar. Bilasizmi, shunda shunaqa xursand bo'lganman. Xuddi hozir bitta imtihon turibdi-da, eng hayotimdagi muhim imtihon va eng yuqori natijani olib chiqqandek xursand ketganman. Shu bilan darslarimiz boshlanib ketgan. Ustoz haqiqatan ham kuchli ustoz edi, guruhi ham juda ham kuchli edi. Sekin men ham ularga qarab o'sishni boshlaganman. Qarang, shunda har kuni darslarga qatnashyapsiz shu. Ha, o'zi masalan, hamma o'quv markazida 3 kun unaqa bo'ladi-yu haftada, lekin biz ustoz aytgan 3 kun milliy sertifikat guruhiga kelasan,
va 3 kun man o'zim sen bilan alohida shug'ullanaman. Ya'ni mana o'tilgan mavzu bo'lsa ham problemalarim bo'lgan-ku. Shularni to'g'rilab olamiz deganda, shuning uchun har kuni chaqirganda, "Xo'p" deganman. Shu bilan boshlangan hammamiz. Tushunarli. Qani o'zi ko'pchilik milliy sertifikatda yoki B yoki C oladi. Ya'ni A+ daraja olish yoki A yoki A+ daraja olish juda qiyin. Sizni shu ajralib turadigan qanaqa odatingiz borki, shuni sertifikatni qo'lga kiritasiz? Ajralib turadigan odatim menimcha, men o'zim uchun o'qiganman. Ba'zi insonlar bor ediki, o'quvchilar ustoz dars qilib o'sha vazifani berganligi uchun, ustoz urushmasligi uchun dars qilishardi, lekin men nima uchun emas, shu mavzuni chuqur o'rganib, kelajakda qanaqadir misol kelsa, o'sha misolni bemalol yecha oladigan kuchli matematik bo'lish uchungina o'qiganman. Shuning uchun o'ylayman, menimcha shu meni turtki bo'lib turgan yaxshi o'rganishimda. Xo'p, nima deb o'ylaysiz o'zi so'nggi yillarda milliy sertifikat nima uchun shu abituriyentlar orasida ommalashdi? Haqiqatan ham so'nggi yillarda milliy sertifikatga topshirish juda ham ommalashib ketdi. Buning bir necha sabablari bor albatta. Birinchisi, menimcha milliy sertifikat masalan bir yilda 4 yoki 5 marta bo'lsa, sizda 4 yoki 5 marta imkoniyat bor degani. Ya'ni DTM sizda bir marta butun hayotingiz, kelajagingiz o'sha bir imtihonni o'zida hal bo'lishi kerak. Lekin milliy sertifikat sizga 4 marta imkon beradi. Bunisida yiqilsangiz, keyingisiga albatta harakat qilasiz. Agar undan ham o'tolmasangiz, baribir yaxshilab o'qiysiz, harakat qilasiz. Olish imkoniyatingiz yuqoriroq DTMga qaraganda. Shuning uchun ham talabalar o'rtasida, ya'ni abituriyentlar o'rtasida bu juda ham imkoniyatlar eshigi bo'lgani uchun sertifikat kuchayib ketdi. Va ikkinchisi, menimcha, menda ham bo'lgan bu narsa, 5 ta sertifikat topib qo'ysam bo'ldi, shu bilan mazza. O'qishga kirguncha o'qishni naq qilib qo'yaman. Masalan, ko'pchilik diplomatiyaga 189 kerak, shuni orzu qilishadi, bo'ldi, shuni naq qilib qo'yaman degan fikr bo'ladi. Keyin mazza qilib boshqa fanlar, boshqa to'garaklarga qatnashaman degan fikr bo'ladi. Shuning uchun hozirgi paytda aynan shunaqa fikrlar uchun milliy sertifikat juda ham ommalashib ketdi o'quvchilar o'rtasida. Tushunarli. Siz o'zi necha oy tayyorlandingiz va kuniga necha soatdan dars qildingiz? Chunki mana bizda o'quvchilar keladi, hozirgi holatda shunaqa holat bo'lyapti, DTMga yaqin. Men matematikani o'rganishim kerak, 2 oy vaqtim qoldi. 2 oyda ham o'rgansa bo'ladi, hisob matematika. 2 oyda menimcha o'quvchini o'ziga bog'liq bu narsa. Chunki men ko'rdim, 4-5 oylarda ham yaxshi natija ko'rsatgan o'quvchilarni ko'rdim, lekin men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, umumiy matematikaga 1 yil tayyorlanganman va aynan Qorako'l o'quv markazida 7 oy tayyorlanganman. Xo'p, necha soatdan dars qilardingiz degan savolga kelsak, masalan, mana yozni o'rtasi, ya'ni iyun yarmidan boshlagan bo'lsam, Qorako'lda o'qishni har kuni avgust oyi va o'sha yilning o'rtasida har kuni borardik. Ertalabdan soat 7 da darsimiz bo'lardi. Soat misol yechib o'tirardik. Ustoz mavzu bersalar o'tardilar va yana yechaverardik. Kechga 4-5 tada ketardik uyimizga. Xo'p, bu hol butun shu yoz bo'yi davom etgan. Keyin bilasizmi, shunaqa ustoz nima edilarki, qil deb motivatsiya berib turardilarda. O'sha misollarni yechib charchamasdik-da, qiziqarli bo'lardi. Butun guruh bilan ishlasangiz, o'sha shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Keyin litsey boshlangandan keyin litseyimiz 2-3 oygacha bo'lsa, undan yo'q har kuni soat 8 gacha Qorako'lda edik. Men bemalol ayta olaman, Chorsufelanda shu Qorako'lda yashaganman, shu matematikaga topshirganimcha, to'g'risi. Uyda kam bo'lganman. Shu har kuni o'shanda ham dars qilardik, misol yechardik. Shu bilan 7 oy shunaqa o'tgan vaqtim. Endi qarang, men marketolog sifatida boshqa o'quv markazlari ham kuzatadi. Ya'ni faqat o'zingizlarni o'quvchilar emas-da, ya'ni matematika o'rganayotgan har qanday o'quvchilarni kuzatib yuraman. Ko'pchiligi darsga to'pib borib keladi. Nima sababdan o'ylayman, nima sababdan shu ko'pchilik bu sertifikatga jiddiy qaramaydi? Nima deb o'ylaysiz, shu o'z fikringizni ayta olasizmi? Ha, milliy sertifikatga nega jiddiy qaramaydi? Menimcha aynan shu holat menda ham bo'lgan, atrofdagi odamlar sabab. Masalan, mana atrofimdagi odamlar boshida milliy sertifikat qiyin, imkonsiz, umuman ololmaysan. Qancha harakat qilma, baribir DTM osonroq, DTMga tayyorlan deyishardi va o'sha narsa bilan menga ham ta'sir qilganda shu, u qiyin bo'lsa, unda harakat qilganim bilan ololmasam nima foydasi bor? Undan DTMga tanlangan yaxshi emasmi deb o'ylardim. Menimcha shu
tipa anaqa atrofdagilar odamlar qiyin uddalolmaysan degan fikr miyasiga o'rnashib boradi va dangasalikni qo'llab-quvvatlaydi. Aynan shu fikr shuning uchun shunchaki borib kelishadi xolos. Ha, tushunarli. Keyin mana qarang, ko'pincha yana o'quvchilarda kuzatadigan holatimiz testdan natija chiqmadi yoki testdan past ball oldim deydi. O'zi asosan o'quvchilar yoki shu abituriyentlar qaysi mavzularda ko'p qiynaladi? Xo'p, matematikani aynan oladigan bo'lsak, shu fanda gaplashayotgan ekanmiz. Matematikada masalan test ishlashda ko'pchilik bir ikkita xatolarni, ya'ni qancha o'qisa ham, o'rgansa ham, bilimi shuncha yetarli bo'lsa ham, lekin test ishlashning o'zini texnikasi bor. Odamlar ko'p, o'quvchilar ko'p xato qiladi bunda. Masalan, men ham xato qilganman. O'zi hammaga yo'q xatori, hammada bo'lsa kerak menimcha. Bitta misol keladi-ku, masalan, test ketyapti 1, 2, 3, 4. Masalan, men 4-misolni yecha olmayapman. Qotib qo'yganman, qotib qolaman. O'shani chiqarmagunimcha boshqasiga o'tmayman-da. Va aynan shu holatni boshqalarda ham kuzatganman. Ya'ni o'tiraveradi, vaqt ketib qoladi. Vaqt problemasi ularda eng katta xatosi bo'ladi. Aynan shu holatlar menda ham bo'lgan. Boshida shu mo'k yechamiz-ku endi. Shunaqa holatda kam chiqardi, keyin esa xohlagan joyimdan ishlashga o'rgandim. Ya'ni qaysi misol o'zimga chiroyli ko'rinsa, shuni ishlab ketardim va lekin vaqtdan bemalol yetardi. Shu xatosi menimcha ularda baland ball olishga, yuqori natija ko'rsatishga xalaqit beradi. Tushunarli. Hop, keyingi savolim shu Baxtiyor ustoz sizga qanaqa yordam berdilar? Ularni shu o'qitish uslublarini qanaqa va yana ikkinchi ustozingiz bo'lgan Shahodat ustozingiz qanchalik yordam berishdi? Baxtiyor ustoz haqida gapiradigan bo'lsam, ular asosiy o'rinlarda mana shu yutuqda muvaffaqiyatga erishishimda. Chunki bilasizmi, ularni o'qitish uslublari juda ham ajoyib edi. Masalan, ko'p mustaqil yetishga undardilar. Masalan, bizda chiqmagan misol bo'lsa, jiyan deb murojaat qilardi. Jiyan, mana shunday qilasan, chiqadi dedilar. Keyin qilardi, chiqardi. Vaholanki o'zi uyda chiqmagan, shuncha harakat qildik, o'yladik, yechdik. Masalan, ChatGPTdan so'ragan paytlarimiz bo'lgan, lekin baribir chiqmagan. Siz shunday oson yo'llarni ko'rsatardi. Bitta misolga qaradilar, bo'ldi, yechish usulini aytib berardilar. To'g'risini charchab shu matematikani tashlab ketmoqchi bo'lgan paytingiz bo'lgan? Albatta bo'lgan bunaqa paytlar. Men shu matematikani o'zi yaxshi ko'rib o'qiyman, lekin baribir qiyinligi uchun har doim mazza qilib o'qiganman deb ayta olmayman. Juda ham qiynalib ketardim ba'zida, chunki shunaqa mavzular bor. Shu matematikada juda ham qiyin, haqiqatan ham. O'sha paytda diplomatiyaga kirish juda ham xohlayman-da va aynan diplomatiya yo'nalishlariga mos fanlar tanlashni xohlaganman va nimaga o'zi tarixni tanlamadim? Nima uchun tarix osondek turgan, faqat o'qiymiz, bo'ldi, yodlaymiz, bo'ldi deb o'ylaganman. Matematikaga o'xshab o'ylanib o'tirmaysiz, misollarni yechishda qiynalmaysiz deb o'ylaganman va oyimdan so'raganman bir marta, oyi, tarixga borsam bo'lmasmidi? Diplomatiyaga topshirmoqchiman, u yo'lda ham shu yo'nalish bor-ku deganman. Keyin oyim aytganlar, yo'q, hozir vaqting kam, ulgurmaysan, ozgina harakat qil, ozgina sabr qil. Hammasi yaxshi bo'ladi deb har doim motivatsiya berib qo'yadilar va charchagan paytlarimda yo'q degan qalamni oyimdan eshitardim va yana davom etardim yo'limda. Keyin mana qarang, abituriyentlarda natijaga olib boradigan 3 ta asosiy omil nima deb o'ylaysiz? 3 ta asosiy omil. Hammamiz bilganimizdek, ko'p dars qilish kerak, misollarni ko'p yechish kerak, har bir mavzuga doir misollarni ko'p yechib chiqish kerak, lekin men undan tashqari 3 ta niqani aytmoqchiman. Birinchisi, darsga boryapsizmi? Ya'ni o'sha dars bu muqaddas. O'z nomi bilan aytilgandek muqaddas. Siz o'sha ustozingizni bilimiga ishonib boring. Bugun menga shu mavzu o'tiladi. Shu mavzuda men chuqur bilimga ega bo'lishim kerak. Bilasizmi, bitta gap bor. Qachonki siz ko'p narsaga, o'sha narsaga ishonsangiz, shu narsa ilm yo'qadi degan narsani eshitasiz-ku, to'g'rimi? Ilm, ustozingizning ilmiga ishonsangiz, siz undagi ilm sizga yo'qadi. Ustozingizda salohiyatiga albatta ishonib, ularga to'liq aytilgan vazifalarni bajarib, ustoz har doim to'g'rini ko'rsatadi o'quvchiga, qilishingiz lozim. Bu birinchisi. Ko'p o'quvchilarda ko'rganman,
ustoz shu misolni yechib bera oladimi? Ustoz shunaqami? Ustoz biladimi shuni degan narsalarni eshitganmanda, lekin yo'q, unaqa emas. Ustozni bilimiga to'liq ishonish kerak. Ikkinchisi, yaxshi niyat. To'g'risini aytsam, Allohdan so'rash kerak. Bilasizmi, ko'p o'quvchilar bor. Misol yechadi, bilimi yetarli, lekin hech yaxshi natijaga erisha olmaydi. Ularda yaxshi niyat bo'lishi kerak. Masalan, men ko'rdimda, yaxshi yechib chiqqan, lekin voy B chiqsin bo'ldi, B chiqsin, yetmaydi baribir, B chiqsin deyapti-da va B chiqdi. Lekin uning bilimi undan balandroq edi-da. Shuning uchun yaxshi niyat qilib, yaxshi so'rab, aloqadan boshlash kerak. Va uchinchisi, yana yuqorida aytganimdek, ustozni aytgan yo'ldan chiqmaslik kerak, to'g'risi. O'zboshimchalik qilish kerak emas. Faqat ustoz bilan birgalikda va ularni rozi qilib, doim harakat qilish kerak. O'zlar maktabda yoki o'sha institutda o'qigan paytim matematikani juda qiynalganman. Faqat 3 yilda ham qolib ketmasin deb qo'yib berishganda menga. Nima demoqchiman, men o'z tarix o'qiganman, asosan matematikadan qo'rqaman, juda qo'rqaman, chunki yecholmayman, kasrdan o'tganimizda bo'ldi, tushunmaganman singiz kursingiz. Qarasam, raqamli harflarga ketyapti-da. Qo'rquv qanaqadir fobiya bo'lib qo'ygan-da menda. Shunaqa, ya'ni menga o'xshagan matematikadan qo'rqadigan tengdoshlaringizga nima degan bo'lasiz? Matematikadan qo'rqadigan tengdoshlarimga, bilasizmi, qo'rqadigan insonlar ba'zida boshlashga ham qo'rqishadi. Boshlab ko'rish kerak baribir. O'sha misolni, o'sha mavzuni baribir bir o'zingiz mustaqil, ya'ni tushunib ko'rishga, o'shani yechishga harakat qilishingiz kerak va yaxshi ustoz tanlash kerak, to'g'risi. Chunki ustoz ham o'sha narsani o'rganayotgan faningizning bir qismidir. Sizga tushuntirishi, sizga o'rgatishi ham ustozning bir mahoratidir. Shuning uchun o'ziga mos ustoz tanlash kerak va keyin bunaqa narsa bor. Men ko'rganman-da shu narsani. Ba'zi o'quvchilar bor, ustozdan ustozga sakrab yurishadi-da. Har bir ustozning o'ziga mos anaqasi bor, texnikasi bor, uslubi bor, o'qish uslubi. Har biriga moslash qilingizcha sizda kuch kerak, vaqt kerak va sizni salohiyatingiz yetmasligi mumkin va shu narsa ham ularda bu fan qiyin, bu yecholmayman deyish mumkin. Shuning uchun yaxshi ustoz tanlab, boshlab, o'sha mavzuni qilib ko'rish kerak menimcha. Mana shu sertifikat olishgacha bo'lgan jarayonda ota-onangiz, ustozlar, do'stlar eng ko'proq kim qo'llab-quvvatlaydi? Qo'llab-quvvatlash menimcha butun dunyo meni qo'llab-quvvatlashi shekilli. Chunki hech qachon bunaqa bo'lmaganda, dadam mana ustozim meni ilm taraflama yetuklikka yuksaltirishga olib chiqqan bo'lsa, oyim bilan dadam, ya'ni ota-onam ma'nan ham moddiy tomonlama ham ma'nan yuksaltirishga olib chiqdi deb o'ylayman. Masalan, dadam har doim aytadilar, bugun qiynalsang, ertaga yaxshi yashaysan degan motivatsion gaplarni berib turadilar har doim. Masalan, insonga bitta so'zning o'zi yetarli-da ba'zida. Aynan shunaqa gaplarni dadamdan olganman va oyim esa men tengi yoshlardagi, ya'ni hozir o'smir davrdamiz, ancha katta bo'lyapmiz. Uy ishlari, shunaqa gaplar bor-ku o'zbekchilikda. Lekin oyim yo'q. Men umuman uy ishlaridan ozod qilib, faqat o'qib dedilar va aytdim-ku, yuqorida ham aytib o'tdim. To'xtab qolgan paytlarim, nega orzularingga xiyonat qilyapsan dedilarda. Shu gapni o'zi yetardi va yana yo'ldan o'tardim. Keyin bilasizmi, muborak Ramazon oyida topshirdik-ku imtihonimizni. Ukam hamma uyda bo'ladi-ku, endi ukalaringiz bilan yaxshi chiqishmasingiz mumkin, shunaqa o'zaro urushlar bo'ladi. Ukam hattoki tahajjud namozlarida duo qilgandi meni. Juda ham xursand bo'lganman shunda. Keyin butun qarindoshlarimiz, birinchi nevaraman va butun bobom, buvim, hammaligi doim qo'llab-quvvatlashardi, duo qilishardi. Imtihondan oldin, kirishimdan oldin senga ishonamiz, Xudo xohlasa albatta bu natijani albatta olasan deb duo qilishardi. Butun qarindoshlarimiz qo'llab-quvvatlaganlar. Keyingi qadamda qanaqasida? Qaysi oliy ta'lim muassasasiga topshirmoqchisiz? Keyinchalik misol uchun o'sha xalqaro sertifikatlar olish yoki qanday olimpiadalarda qatnashish maqsadlari bormi? Shular haqida ham aytib o'tsangiz. Xalqaro sertifikatlar olish niyatim yo'q deb ayta olmayman, lekin hozir
diplomatiya universitetiga kiraman. Xudo xohlasa shunga harakat qilyapman va undan keyin magistraturani chet til universitetlarida davom ettirmoqchiman. Shamoda matematika o'qituvchisi sifatida milliy sertifikat tizimini qanaqa baholaysiz? Milliy sertifikat tizimini albatta ijobiy baholayman. Chunki bu o'qituvchini oddiy o'qituvchi sifatida emas, keyinchalik o'zini rivojlantiradigan teng mutaxassisga aylantiradi. Bu tizim bilimlarni standartlaydi. O'qituvchini o'zini ustida ko'proq rivojlantirishga, o'zini ustida ko'proq ishlashga undaydi. Yana shuni ayta olamanki, bu tizim haqiqiy bilim va metodikani ham baholaydigan tizim deb hisoblayman. O'quvchilar orasida A va A+ daraja olgan qanaqa umumiy xususiyatga ega bo'ladi? Bunday o'quvchilarni o'zaro bog'liqlik jihatlari, ya'ni o'zaro ustida ko'proq ishlashdi. Kerak bo'lsa, ko'proq vaqtini o'sha ilm olishga, matematikani o'qishga, kerak bo'lsa soatlar shirinlik bo'lsa, kechib bo'lsa ham kechgacha dars qilib o'tirib. Tizimli fikrlash, ya'ni ular faqat formula yodlamaydi-da. O'sha formulani bilib, aynan qaysi o'rinda masalan o'zini o'rniga yarata formulalarni o'zini o'rnida ishlata olish ham hammaga emasda. O'ylash kerak, tafakkur qilish kerak. Shunday. Aynan tushunib, shu formula to'g'ri keladimi? Yodlaganda bo'lsa, o'sha nima deydi, chatlashovchilik ham bo'ladi, kelmaydi xayoliga. Uni tushunib olish kerak. Qaysi o'rinda keladi, men qachon foydalanaman. Xo'p. Keyin yana bir jihatlari mustaqil ilm olish. Ya'ni o'qituvchisiz. Masalan, darsdan tashqari kutubxonada dars qilib o'tirishadi. Aynan o'sha o'zini dars kunida emasda, boshqa kunlar ham vaqt bo'ldimi, keladi kutubxonada bemalol dars qilib, chiqmagan savollari bo'lsa, kelib so'rab, yana o'zini masalan o'qishini davom ettiraveradi. O'ylaymanki, shu o'zini ustida ko'proq ishlashsa, ularga ko'proq plyus bo'ladi. Shu bir-birini bog'lab turadi. Shunday. Endi IDC kitoblari haqida gaplashsak, IDC kitoblari o'sha boshqa kitoblarga qaraganda nimasi bilan farq qiladi? Ular darslik qanaqa ketma-ketlikda o'tiladi? Xo'p, IDC kitoblarni boshqa kitoblardan albatta farqi juda ham katta. Chunki bunda masalan o'tiladigan mavzular, keladigan o'sha mavzularga doir misollar ketma-ketligi. IDC kitoblarini haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni siz o'quvchilaringizga qanday ketma-ketlikda shu IDC kitoblaridan o'tasiz va o'quvchilar aynan qaysi mavzularda ko'p o'rganishadi? IDC kitoblarini albatta birinchi, ikkinchi, uchinchi qismdan o'qishdan boshlaymiz. Ya'ni o'zini bilim darajasiga qarab O'quvchi keladi, o'sha test topshiradi, to'g'ri? Xo'p, masalan, o'quvchi kursga masalan kelganda biz sinov qilamiz, test qilib olamiz, aynan bilim darajasini bilib olish uchun. O'shanga qarab, qaysi masalan mavzularda kamchiligi bor, o'sha narsa aniq qilinadi. Keyin o'shanga mos kitoblarni aniq boshlaymiz. Masalan, birinchi qismdagi o'sha mavzularni aniq biladimi? Ikkinchi qismdan boshlab ichib ketaverishim. Unda ham yechtirib ko'ramiz, masalan, misollarda. Ya'ni birinchi qismdagilardan bo'lsa, asosiy aloqali savollar boshqalar, ulardan yaxshi o'tsa, yecha olsa, biz unga amin bo'lib, keyin bosqichga o'tamiz. Bo'lmasa, birinchi qismdan boshlab ketma-ketlikda o'tamiz. Birinchi qism, birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism. Undan keyin o'sha algebra tugadimi, geometriyaga o'tib boshlaymiz. Birinchi geometriya kitobini yechamiz, keyin stereometriya kitob. Keyin testda to'plangan, geometriya bilan matematika. U qanaqa? Haqida gapirasiz. Buni ko'proq men o'zim maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni biz ketma-ketlikda o'tib boryapmizmi? Aynan birinchi, ikkinchi, uchinchi qism geometriyani o'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun aynan test kitoblar yordam beradi. Masalan, o'sha kitoblardan mavzuni o'tdikmi? Undagi misollarni ishlab bo'ldi, bola vazifani bajarib bo'ldi. Qo'shimchasiga aytamizki, masalan, test kitobdan ham ishlab boringlar. Chunki har bir mavzulashtirilgan test kitobda ham mavzular birinchi test, ikkinchi test, uchinchi test, ya'ni qiyinlik darajasi ham birinchi testda oson misollardan tuzilgan testlar, ikkinchisida sal o'rtacha, uchinchisida murakkab misollardan tuzilgan testlar bor. Aynan ko'proq bilimni mustahkamlashga yordam beradi.
Qani keyin shunaqa holatga duch kelaman. Ko'pincha o'quvchilar keladi, ya'ni boshqa kursdan keladi, o'zi o'qigan yoki mustaqil. Men 3-kitobga keldim deydi, lekin test qilib ko'rgandan keyin unda 3-kitobdagi birini даже kerak bo'lsa shu 2-kitobdagi mavzularni bilmasligi kelib chiqadi. Unaqa holatda nima qilasan? Bunaqa holatda u o'quvchini aynan qaysi joylarda kamchiligi bor. O'shani masalan seziladi. 3-kitobda bo'lsa-da, masalan, hammasi misollarni bir-biriga bog'liq-ku, avvalgi misollarni ko'rinib qoladi o'sha paytda. Demak, o'sha mavzuda kamchilik bor. Demak, o'sha mavzuda test ishlattiramiz, aynan test kitobdan foydalangan holatda yoki o'sha kitobdan qiyinlik darajasi sal yuqori bo'lgan oxirgi misollardan ishlab, bu kamchiliklarni to'ldirib borish mumkin. IDC materiallari asosida o'qigan o'quvchi bilan oddiy darslik bilan tayyorlanganlarni farqi imtihonda qanaqa ko'rinadi? Xo'p, imtihonda nafaqat imtihonda, boshqa paytlarda yetarli darajada ko'riladi. Chunki oddiy darslik bilan masalan o'qigan o'quvchi o'sha darslikdagidek, ya'ni standart misollarni ishlay oladi-da. Ya'ni o'sha darslikdan chiqib ketmaydi. Xo'p, biz bilamizki, yangi formatda misollar chiqadi. O'sha holatda farqini juda ko'rsak bo'ladi. Oddiy darslik bilan o'qigan o'quvchi aynan yangi formatdagi misollarni yechishda qiynaladi. Testda ham xuddi shunaqa. Ya'ni DTM testida bo'ladimi, boshqa testda bo'ladimi? Aynan qiynalish, qiyinchilik yuzaga keladi. IDC kitoblari bilan ishlagan, ya'ni IDC ni o'qigan o'quvchi demak, avval misol bilan tanishadi, unga moslashadi, xo'p, fikrlaydi. Shuni e'tibor bergan bo'lsangiz, imtihondan keyin o'quvchilar ham ya'ni ota-onalarning o'zida ma'lumoti yo'q bu haqida. Shuning uchun ular kech qolib ketadi. Ya'ni farzandi kech qolib ketadi, keyin o'quv markaziga borib bir qancha to'lovlar qilishadi, ko'p to'lovlar qilishadi, orasida anaqa mashinnikga uchrashadi, bir oy tayyorlanadi yoki test o'tkazib. Men o'zim kanalga bitta anaqa yozdim. Men qaytib yozdim, ya'ni milliy sertifikatdan daraja ololmaganlar hech kimga yoziladi. Men yozdim, sразу blokka tiqdi, kanal admin bo'lganim uchun. Men uni topolmadim, shu nomerini ham anaqasi ham yo'q. Kanallar blokdan bera oldim. Ya'ni shunaqa ota-onalar o'zi ham laxatroq anaqalarga uchrab qoladi, keyin birovlar hal qilar ekan, misol uchun sertifikatda degan natija. Shu narsaga qanaqa qaraysiz? Shunaqa qilsa bo'ladimi o'zi milliy sertifikatda natijasini soxtalashtirsa bo'ladimi yoki DTMga bir oyda noldan tayyorlansa bo'ladimi? Ota-onalarning birinchi qiladigan xatosi kechagina yetishida, kech olib kelishi. Misol uchun DTMga tayyorlanish oson sizga. Ya'ni milliy sertifikatga masalan tayyorlash uchun olib kelsa ham kech olib kelishadi. Bu 1 oylik yoki 2 oylik narsa emas, u o'zlashtirib, o'quvchini ya'ni ming qancha to'lasangiz ham bu befoydali. Million to'lamaysizmi? U o'quvchiga ham bog'liq-ku. Uni qabul qilishi, o'sha misollarni o'zlashtirib, buni qo'llab, yangi formatdagi misollarga tayyor bo'lib, hammasiga bemalol uni tezlikda qilib bo'lmaydi-da uni. Bemalol ketma-ketlik bilan o'qib borishdi. Demak, ota-onalar o'zida ham to'liq ma'lumot bo'lishi kerak sertifikat bo'yicha. Bu sohada masalan ma'lumotga ega bo'lib turish kerak umuman. Chunki o'zini farzandi bilan bog'liq bo'layotgan narsadir. Aynan ota-onalar tushunishadi. Masalan, olib kelishadi, o'sha milliy sertifikat testlari o'sha o'tib bo'lgan, tugalmagan. Endi DTMga masalan tayyorgarlik ko'rish kerak o'quvchi. Olib kelishadi, o'sha 2-3 oy vaqt qolgan. Bolani tekshirib ko'rsak, nima deydi? 0 da. Uni 3 oyda biz DTMdan yaxshi natija chiqarishigacha olib kelishimiz kerak. Yana asosiydan. Asosiy bu majburiy bo'lsa nima deydi? Aqlga sig'maydigan narsa-da, chunki 3 oyda qanaqa butun boshli matematika unaqa oson narsa emas. Mana qarang, misol uchun men har bir yoki daraja olmoqchiman. Menda necha oy vaqt ajratishim kerak, ya'ni men necha oy vaqt ajratishim kerak. Kuniga qanchadan dars qilsam menga yetarli bo'ladi. Xo'p, o'zingizda darajangizga bog'liq darajada. 0 dan. 0 dan bo'lsa, chunki 2 yillab tayyorlanayotgan o'quvchilar ham bor-da.
o'shanga nisbatan misol uchun 6 oyda avmiy yoki A olgan o'qituvchilar bor. Shulardan umumiy kelib chiqib, shu maslahat bering menga. Bilim darajasi agar 0 bo'lsa, haqiqatdan 6 oyda qilsa bo'ladi. Ko'proq mehnat qilish kerak. Har kuni ishlasam, Mana 6 bitta oyda. oyda Har kuni u 2-3 soatingiz kamda. Kam. Kerak bo'lsa, uyqudan ozgina kechib yo masalan biz buni maslahat bermaymiz, chunki ko'p muhim. Ko'p masalan abituriyentlar, masalan o'zim ham uyqudan kechib hatto uxlamay dars chiqqan paytlarim bo'lgan, o'zimga ham nagruska bo'lganda. Keyingi masalan ma'lumotlarni qabul qilishda ham qiyinchilik bo'lib qoladi. Agar uyqudan kechib juda haqli bo'lsangiz, lekin qancha vaqt sarflab, qancha o'sha o'z ustida ishlasangiz yaxshi-da. Buni chegaralab qo'yish menimcha to'g'ri. Tanaffus bilan qilib ko'ring. Masalan, 2 soat qildingizmi? O'zingizga 1 soat tanaffus beringda, keyin yana davom ettiring. Vaqtingiz bemalolmi? Yoki o'zingizga sharoit ajratib oling-da. Masalan, zeriktirib ham qo'yadi. Birdaniga masalan 4 soat, 5 soat masalan bitta narsani ustida ishlayapsizmi, zerikasiz. O'zingizga masalan tanaffus qilib, orada nima deydi? O'zingizga komfortni yaratib olib, bemalol o'zingizga yetarlicha pullarni olsangiz, o'zingiz ustida ishlasangiz, yaxshi natijaga erishasiz-da. Keyin qarang, uyda mana qo'shuvchi tayyorlanganim yaxshimi yoki qolib shu kutubxonada safar o'qituvchilarni tayyorlanganim yaxshimi? Qolib tayyorlagansiz yaxshi. Uyda chunki chalg'iydigan narsalar ko'p bo'ladi. Kamni qilamsan bor. Uyda tayyorlansiz, bitta misol chiqmadimi, boshqasini o'tmaysizda yechingiz kelmaydi o'sha qolgan davom ettira olmaysiz. Sport bilan ishlaysiz, o'sha misolli bitta yo'nalish o'rgatib olishadi, davom etib ketaverasiz. Bu ham aynan foydali jihati. Aynan o'sha yuqorida natija olgan o'quvchilarimiz masalan o'z ustida ko'proq ishlab, aytyapman-ku, darsdan tashqari masalan kutubxonaga kelib, o'zini dars kuni emas masalan. Biz yakshanba kunlari ham keladi. Ko'rsangizlar. Yakshanba kuni kelib, o'zaro nima deydi, test qilib, ya'ni o'zimiz bellashib ko'ramiz. Muhokamasi juda ajoyib bo'lardi. Qarang, savolim kerakligi. Telefon va dangasaning qarab beyish mumkin. Telefon va dangasalik. Qiyin. Albatta qiyin, lekin bor bir-ikkita usullari. Birinchi, o'zi hamma narsa bundoq qilsangiz odam o'ziga bog'liqda. Menimcha yaxshi motivatsiya kerak, yaxshi katta qo'yilgan maqsad bo'lsa, menimcha ozgina chalg'ib ketsangiz ham yana qayta olasizda. Menda shunaqa bo'lgan. O'zi hammasini o'zimning tajribamdan aytib beryapman. Shu diplomatiyaga kirmoqchiman. Kerakmi? 189 ball kerakmi? Ko'rardim, men ham YouTube ko'rardim, Instagram ko'rardim ba'zida. Lekin yana yo'q bo'ldi, bugun ketadi. Maqsadimdan qolmay deb davom etardim-da. Shuning uchun odam o'zini isloh, ya'ni boshqara olishi kerak, isloh qila olishi kerak. Biz birinchi o'rinda mas'uliyatda. Shu maqsad qo'ydingizmi? Erishmoqchimisiz, yaxshi natija ko'rsatmoqchimisiz? O'zingizdan shunga tayyorlab boring-da. Misol uchun, nima deydi, bir narsaga erishish uchun nimalardandir voz kechish kerak. Keching shu telefonda. Lekin haqiqatan ham shunaqa odamlar bor. Ya'ni o'quvchilar o'zida maqsadi yo'q, shunchaki ota-onasi majburlayotganligi uchun qo'ydi. Bunaqa odamlar albatta tez dangasalik va telefonga tez chalg'iydi, lekin o'shanaqa paytda menimcha ustozning roli katta bo'ladi. Ularni o'sha vaziyatdan qutqarib olib chiqib ketishiga. Shunaqa paytlarda Baxtiyor ustozimiz shunaqa o'quvchilar bo'lganda, endi o'quvchilar har xil bo'ladi-ku. Urardilar, rosa masalan bitta ish qilmadimi? O'sha ishini ko'paytirib berardilar. Qilmasang shunaqa bo'lasan, guruhimga qabul qilmayman, kelmaysan deb rosa urishardilar. Shuning uchun ustozni ham roli katta bu shu vaziyatdan olib chiqib ketish kerak bo'ladi. Nazorat ham qildi. Uyda ota-ona nazorati, masalan, o'quvlar qilganda to'liq ustozi nazoratda bo'ladi. Qarang, nazorat deganingizda shunaqa holat bo'ldiki, 2 yil o'qigan bola, ya'ni bu boshqa o'quv markazida bo'lgan. 2 yil o'qigan bola farzandi natija ham ololmagan milliy sertifikatda va onasi kelyapti-da, endi bolam daraja ololmadi, sal aybdor soldi. To'liq aybdorlikni shu o'quv markaziga qo'yapti-da, misol uchun. Shu vaziyatda siz qanaqa fikr bildirgan bo'lardingiz? Shunaqa vaziyat qo'lda bo'lsa ham kelyapti, ololmadi, ustozni o'sha ota-onasi eshitishi ham xohlamay, ustozga hurmatsizlik qilib, san aybdorsan,
natija shunchani ololmadi, shuncha pulimga anaqa qilgan, Ancha pul tikilgan axir. natija qilib bera olmadim. Lekin misol uchun u ustoz aytyaptiki, sizga doimiy tarzda telefon qildik, lekin sizni nomeringiz o'chib bo'lgan, sinfdan haydab olgan paytda misol uchun qaytib yana olib kelib berishgan, ya'ni guruhdan haydab olishgan, bo'ldi san anaqa qilolmaysan, guruhdan olib ketasan, boshqa guruhga o'tib, ya'ni guruhdan guruhga o'tib yuravergan, pastki guruhlarga qolib ketaverganda, keyin shu sertifikat imtihondan natijalarni chiqargan shu holat bo'ldi. Demak, kamchilik bo'lgan. O'sha o'qish jarayonida, farzandini o'qish jarayonida nega 2 yil shuncha vaqt oson narsa bo'lsa, unga ketadigan mablag' shuncha mablag' tikyaptimi, ota-ona nazoratini qilib qo'yishlari kerak deb o'ylayman-da. Ya'ni uyga kelganda, masalan, farzandini oldiga olib, "Xo'p, bugun qanaqa mavzular o'tdi? Nimalarni tushunding?" Ozgina ota-ona o'rtasida suhbatlaymizmi? To'g'ri, ko'pchilik ota-ona masalan ishda vaqti bo'lmaydi, boshqa qiladi. Farzandi bilan masalan qilayotgan ishi, masalan telefonni nimalardan foydalanyapti, necha soatda foydalanyapti, o'sha narsalarni ko'rib, ozgina o'zini farzandi qilayotgan ishlarga ko'proq nazar tashlab, uni tahlil qilib, nimaga natija ololmadi? Aynan o'zini masalan farzandidan nima deydi, o'zini farzandidan kamchilik qidirmay, to'g'ri o'qituvchini oldiga kelishlari g'alabada. Ya'ni biz masalan bilimni beramiz. Aynan Shahnozaga bunday yoki boshqasiga alohida emas, hammaga bir xil beriladi. Uni o'ziga olish, nima deydi, o'zlashtirish, hamma narsa o'ziga bog'liq. Jubiyonga olib ketish, ya'ni o'z ustida ishlashi, boshqasi masalan vazifa qiladi. Hozir saytlarda masalan yechimlar bor yoki umuman nima deydi, o'quvchilar orasida bo'ladi-ku, masalan vazifani bir-biridan ko'chirish. Masalan biz natija, mana vazifani so'raymiz, masalan yordamchi o'qituvchi bo'lsam, vazifa so'raladi. Masalan to'liq ishlab kelgan, lekin masalan qayta berib ko'rilsa yoki yana qilsa ishlanmayapti-da. Bora-bora meni sertifikatim shunaqa bo'ladi. Ya'ni mavzular masalan o'zini aldab yoki bizni aldab yuribdimi? Qayerdadir masalan keladi, qoqiladi u narsa. Keyin mana holat bo'lishi mumkin. O'sha o'quvchi, hozir aytibsizlar-ku, ota-onasi kelyapti va o'qituvchidan ayb qidiryapti. O'quvchi ham ustozini, ham ota-onasini aldab yurgan bo'lishi mumkin-da. Shunaqa paytda bu yerda eng aybdor odam, ya'ni yagona aybdor bu o'quvchi bo'ladi. Ustoz ham aybdor emas, ota-ona ham aybdor emas. Ota-ona ta'minlayapti, moddiy jihatdan ta'minlayapti. Ustoz ham meni ham, ya'ni shu A pul olgan o'quvchini ham, C ham ololmagan o'quvchini ham bir xil o'qityapti-da. Shunaqa paytda o'quvchilarni o'ziga nima deydi, psixologiyasini to'g'irlash kerak deb o'ylayman. Ya'ni intilish kerak, aldash. O'zi hamma biladi aldash yomonligini, dangasalik yomonligini, lekin baribir o'zini nafsiga qul bo'lib qoladi va o'zini boshqara olmaydi. Shuning uchun o'zini to'g'irlashga qattiq harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bo'lsa mana milliy sertifikat bo'yicha yoki shu metodika bo'yicha, matematika bo'yicha gapiradigan bo'lsak, gapimiz juda ko'p. Vaqtimiz ham ozgina qoldi. Shuning uchun kelganingizga rahmat. Yana Xudo xolasa, kelgan haftada videolarda yana Xudo xolasa ko'rishamiz. O'quv markazimizda yangi guruhlarga qabul ochib, pastki havola orqali ro'yxatdan olishingiz mumkin yoki saytimizda o'quv markazimiz haqida, natijalarimiz, ustozlarimiz haqida va biz o'tadigan kurslar bo'yicha to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Rahmat.